Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizni yo'qdan bor qilgan, o'zimizni, atrofimizni va dunyoni isloh qilish mas'uliyatini bekitgan Janob Allohga ham sanob bo'lsin. To'g'ri yo'l, haqiqat yo'lni ko'rsatgan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Muhtaram aziz qarindoshlar, bugun to'xtaladigan tema siz Ramazonga qanday tayyorlik qildingiz degan tema haqida to'xtalamiz. Ramazon keldi. İslamның eng cho'ng ibodatlarining shuarlarining birisi Ramazon. Buni qanday tayyorlik qildik bir qarab chiqaylik. Ramazon oyi ro'za tutadigan, ibodatni ko'plab qilib oladigan bir oy. Ramazon oyi Qur'oni Karimning oyi qarindoshlar. Qur'on nozil bo'lgan oy, Qur'on o'rganadigan oy, Qur'on tilovat qilgan oy, Qur'on haqida mulohaza ko'p yurgizgan oy, vaqtimizni Qur'on bilan o'tkazadigan bir oy. Qadr kechasi o'rinlashtirilgan bir oy. İbadetni joyiga qilsak, o'zimizni ro'zininki dengizida tozalab, pokizlay olsak, do'zaxdan ozod bo'lgan bir oy. Yaxshilik barakatga to'shib ketgan bir oy. O'zaro bir-birimiz qarta kan qo'saq bo'lish, bir-birimizdan bir nuqson ya tavallik o'tgan bo'lsa, afu qilish uchun o'rganadigan bir oy. Güzel axloq yetishtirilgan bir oy. Qo'limizda moddiy imkoniyat bo'lsa, zakat beradigan, zakatdan halqib xayr ihson beradigan bir oy. Yaxshilikdan iborat uzuq-tulikni to'playdigan bir oy qarindoshlar. Birinchilik yaxshilikni to'playdigan bir oy. Va iymonimizni kuchaytiradigan may punkti deb qarasak bo'ldi. Yilda bir qatim qiladigan iymon punkti. Mana bu yerda qanchalik may olsak o'zimizga bundan keyingi hayotimizda, bir yillik hayotimizda shunday jonliq qadam basa olamiz. Bu oy bu kadar afzal, bu kadar fazilat to'shgan bir oy bo'lganligi uchun aqlliq bir odam bo'lsa, albatta buni g'animat biladi. Bu fazilatlarni qo'ldan ketkizib o'tmaydi. Aqlliq inson payg'ambarimizning vasiyatini obdan esda tutsin. Payg'ambarimiz bu to'g'risida Ragima an rajulin dakhala alayhi Ramazon thumma salaha qabla yughfar lahu. Ramazon oyi kirsa, barakat, ne'matga, mag'firatga to'shqan bir oy kirsa, buningdan joyida foydalanmay, Allohning mag'firatiga erishamay, yana qanday kirgan bo'lsa, shu chiqib ketgan bu odamning buni to'piq melinib ketsin. Yani xorvolab ketsin dedi. Ramazonning qadrini bilmagan bu odam xorvolab ketsin deb payg'ambarimiz aytgan duo. Alloh taolo Ramazon oyidan iborat bu oyni eng go'zal shaklda o'tkazishimiz, eng unumli foydalanishimiz uchun turli yo'llar bilan bizga osonlik yaratib bergan. Biz Allah yaratib bergan mush osonlikdan foydalansak, bu oyning yaxshiliklardan, barakatlardan, ne'matlardan va tugamas buloqlardan bahramon bo'la olamiz. Allah bu oyda yaratib bergan ne'matlarning birisi, bu oyda shaytonlar bog'landi dedi. Jannatning darvozalari ochildi, do'zaxning darvozalari taqildi, shayton bog'landi. Şeytanın bağlanışı iki xil bo'lishi mumkin. Bir şey şeytanlarning cho'nglari emili bağlanışı mumkin. Yani bu ayda gunoh ma'siyat aziydi. Yaxshilikning ko'pligidan, mag'firatning ko'pligidan gunoh ma'siyat az bo'ladi. Haqiqiy ma'nosida. Yoki buniki maqsad ko'chmanisi asa, Ramazondagi ibodatning ko'pligidan, yaxshi ishlarning ko'pligidan, tavba istig'forning ko'pligidan şeytanını bağlaşıp fırsat yapıp verildi. Yani şeytanını sizi bağlayalayızlar. Neçe vakit sizi koldulatkan bolsa, vezves kıygan bolsa, azdırış bulungan bolsa, Ramazan'daki ibadetlerindeki köpükiden
ham barakat to'shqan bir oy bo'lganligidan Ramazonni sizlar bog'lay olasizlar. Bunlar tushunsak bo'ladi. Demak, bizning yo'limizga to'sqinlarning cho'nglardan bo'lgan shaytondan iborat bir to'sqinlik bu Ramazon oyida yo'qoladi. Ya Alloh taolaning bog'lishi bilan yo'qoladi, yoki bizning irodamizning kuchishi bilan bu shayton bog'lanadi. Demak, yo'limizdan yo'qoladi. Unda o'g'a vaqtida musulmonlar bu oydan obdan foydalanishi, yaxshiliklarni qilishga, taslishi, raqobatlashishi, qancha ko'p yaxshilikni qo'lga keltirishga bo'lsa, uningga tirishishi lozim. Bu sababdan payg'ambarimiz "Man sama Ramazon imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddam min zambi." Bir odam ro'zini Alloh farz qilgan ish, islomning buyuk asoslarining birisi degan bu e'tiqod bilan tutsa, emin kaynidan buni tutsak bizga nurg'un savob bor degan ishonsa, bu odamning gunohlari mag'firat bo'ladi. Gunohning mag'firat bo'lishiga sabab bo'lgan bir oy. Undaqda bu Ramazon oyi keldi. Ibodat va itoat uchun yemimizning turadigan iroda bizda bor. Ramazondan haqiqiy foydani chiqarsa tayyorlik bizda bor. Dunyo qarab baqsak, qaysi bir kasbda natija qozongan odam bo'lsin, masalan, tijoratni misol qilaylik. Tijoratda natija qozonibdi. Birisi bilim ma'rifat sohasida natija qozonibdi. Birisi dukkan ochib natija qozonibdi. Birisi bir narsa yasab natija qozonibdi. Qaysi bir odam bu dunyo hayotida natija qozongan bo'lsa, albatta uning tayyorlik qilganlikdan natija qozongan bo'ladi. Fikirlar natija qozonmaydi. Tayyorlik yaxshi bo'lganlikdan natija qozonadi. Masalan, o'quvchi imtihondan o'tadigan bo'lsa, sinib ko'chadigan bo'lsa, bir yillik yaxshi tirishchilikning natijasidan g'alaba qozongan bo'ladi. İmtihanı 4 yıl qalğan çağda tayyorlab kelsa mag'lub bo'ladi. Shu o imtihonga kirishdan ilgari balki 1 yildan tart. Yil beshidan tortib tayyorlik qilishga boshlaydi, imtihondan o'tadi. Futbolchini misol qilaylik. Yoki yuguradigan kishilarni misol qilaylik. Yugurish musobaqa qatnashganlar. Bularmi o'zining kasbida natija qozonish uchun tayyorlik qilamdi, qilmam. Albatta tayyorlik. Musobaqa kirishdan ilgari chaniqamdi, chaniqib. Qaysi bir futbolchi, qaysi bir tanarkatchi musobaqa kirishdan ilgari o'zi qizitamdi, qizdi. Qizitmay turib saklab kirmaydi. O'zini tayyor qilmay turib kirmaydi. Uxlab qolgan ketib musobaqa kirmaydi. Unda o biz Ramazon uxlab qolgan ketib kirsa qanday foydalanamiz? O'zimizni bir qiziqma. Ramazondan bahramon bo'lish uchun o'zimizni tayyorladik. Sahobalarning hayot qarab boqing. Sahobalar Ramazon necha oy ilgari tayyorlik qiladi dedi. Ixlos yetishtiradi o'zidan. Samimiylik yetishtiradi. Qalbini poklash o'rnatdi. Yaxshilarni ko'plab qilish o'rnatdi. Yani bir necha oy qolgan vaqtida Ramazonga bir ulashishni tilaydi Allohdan. İbadet qilishni, Allah'ın mağfirati erişine arzu qiladi dedi. İstiğfarlar bilan, dualar bilan o'tkazadi hayotini. Endi Ramazon keldi. Biz qanday tayyorlik qildik? Biz o'zimizni ruhiy jihatdan tayyorladik. İmani jihatdan bu farzning afzalligiga qarata o'zimizni ruh yetishtirdik. Her vaqtni g'animat o'tkazish uchun o'zimiz, bolalarimiz, ayolimiz va atrofimizga odamlarni bundan foydani tashabbus qilardik. Biz Ramazon oyiga qanday tayyorlik qilamiz? Tövanda bir qancha turlik cho'ng ona tema nasihatlarni sizlarga sunmoqchi. Tafsilot haqida keyincha to'xtalamiz. Birinchi, Ramazon tayyorlik uchun niyatni isloh qilish lozim. Yani Ramazon bizga farz qilingan bir ibodat. Allah buyurgan bir ibadet.
Buni ado qilish musulmonlikning majburiyati deb niyatimizni isloh qilish lozim. Har qanday bir ishni boshlashdan ilgari niyatni isloh qilish bu asosiy shart. Niyat sab bo'lmasa, Allohning rozilik uchun tutaman deydigan niyat bo'lmasa, bu Ramazon qabul emas. Boshqalar tutmay qoldi demakki, yoki boshqalar biza tamoq inson ko'rib qolarmiki desa, yoki jamiyatdan ayrilib qolarmanmi desa, yoki bir taban bana ko'rsatsa, bu Ramazon qabul emas. Allah buyurgan ibadet, Allah itoat qilish yuzasidan tutaman desa, endi qabul bo'ladi. İxlos bo'lmay qolsa, boshqalar Ramazon tutmoqda deb qolmasin tutib qo'yadi, bu Ramazon qabul emas. Şu Ramazonninki ado etish uchun, Allohning nadib qabulga erishish uchun niyatimizni isloh qilish iborat bu tayyorlikni vaqtida boshlaylik. Ro'za tutishdanki ta'limotlari yoki uning ko'rsatmalarini o'zimiz o'rganaylik va bolalarimizga o'rgataylik. Çünkü Peygamberimiz innemel a'malu bin niyat. İşlerin hammasi niyatga bog'liq. Nima uchun tutdingiz ro'zani? Allah farz qildi deb tutdingizmi? Yoki bosh maqsad tutdingizmi? Mushtin qarta muomala qiling. Endi bu Ramazon boshqa yillarga o'xshamaydigan bir holat ekan. Dunyoni bir ofat, vabo qoplagan bir payt to'g'ri keldi. Onliqlarda yak jamiyatda jurnallarda har xil gap so'zlar yo'q emaslar. Lekin biz Ramazon'ın Allah ömür berse ahir to'liq tutaman deydigan iroda bilan kirishimiz lozim bo'ldi. Bu islomning buyuk bir farzi, buni ado qilishimiz lozim degan niyat bilan kirishimiz lozim. Balki Allohga yaqinlik qilib, Allah belgilgan farzdan ado qilish bilan bu vaboning ko'tarilib ketish uchun, insoniyatning bir xotirjamlik erish uchun duoni taqimi ko'p qilib deb kirish lozim. Ya'ni islomning buyuk bir farzini ado qilish ve dünya insanlarda bu vabanın kötürlep geçişini Allah takımı Ramazan ayda ibadet kılıp, dua kılıp, yalvarıp alıman degan ruh bilen kirişler. Şu bir yer çökler düşürgen, ro'zasida salobet ta'sir etamiz, yoki insonning ilmiy kuchi ojizlab ketamiz degan o'xshash bunday yolg'on gaplar ishonmasliklar. Kasbiy doktorlar bu gapning aloqasi yo'q ekanligini isbotlab chiqdi. Ya ta'kidladi. Ro'za tutish hargizmi insonning salomatligiga daxl ta'riz yetkazmaydi. Balki insonning salomatligini kuchaytiradi, oshir. Chunki biz Alloh ibodat qilamiz. Allohdan madad tilaymiz. Allah buyurgan ishni qilamiz. Unda o vaqtida Allah takdir qilgan bu afat hargizmi Allah buyurgan bu ibadetimizni to'sab qolmaydi. Bu birinchi masala. İkinci mesele tazliq qilishimiz lozim ekanmiz. Yoki tozlashimiz lozim deydi. O'ylab boqaylik. Bir qancha kundan keyin cho'ng bir mehmon keldigan bo'lsa uyimizga. Qanday qilamiz? Tabiiy holatda uyimiz kirib olgan bo'lsa, yoki mehnat olgan bo'lsa deydi, yoki rastsiz olgan bo'lsa, urul başlamaymiz. Yoki olmagan bo'lsa uyimizni mehnat bit tashlab qo'yib, gulni tizib qo'ymaymiz. Biz mehmonni qarshi olish uchun dastlabda uyni obdan tozlaymiz. Mehmonni qarshi olish uchun dastlabda uyni tozlaymiz. Enin kendinden mehmonni kutamiz. Endi bu Ramazondan iborat Allohning ne'mini ekan. Biz Ramazonni kutmoqchi. Uyimizga boshlamoqchi. Bizning Ramazondan iborat bu muborak ne'monni qabul qilg'idak. Uyimiz pokizmi? Ya'ni bu yerda o'ydan maqsad nafsimiz. Biz nafsimizni, qalbimizni Ramazonni kutadigan. Biz turib qolmaymiz. Elbette o maksat, lekin birinci maksat kalbimiz. Kalbimiz pakizmi? Nefsimiz pakizmi? Bu mimarlık kütüvağıdak bizde bir tayyorliklar bo'ldi mu? Biz özümüzni bir pakizliğe aldık mı? Ruhimizni tazliğe aldık mı? Şuna bu yeni yıllık Ramazan'a kirgan vaqtida qalbimizni paklash kerak.
nefsimizni shahvatlardan, gumonlardan, islom to'g'risida to'g'ri bo'lmagan fikrlardan, ideyalardan tozalab kerak. İlgir közümüz bilan birer günah tadir qilgan bo'lsak, harom ish qarab salgan bo'lsak tavba qilib olaylik. Qo'limiz bilan harom so'zlarni olmagan bo'lsak tavba qilib olaylik. Qo'limiz bilan bizga harom bo'lgan narsa tutib salgan bo'lsak tavba qilib olaylik. Vaqt ketishda ilgari fursat beraylik. Chunki biz hayotimizga kiprlik qilmaymiz. Qanchalik yashaydiganligimizga kiprlik qilmaymiz. Kimlar Ramazon qilib olaman demaymiz qardash. Bel qadr ketisigacha qilib olamanmi demaymiz. Şoň tövbe qilishni keyin so'maydi. Biroq xatolikni qilib Allohninki g'azabiga uchqimigan bo'lsa, masalan shaxsiy xatoligimizni qilib, biroq ariq ichib oldi deydi. Biroz o'g'irlik qildi deydi, biroz jazoni bilan shug'ullandi deydi, biroz yanchiqchilik qildi deydi. Shunda xatolik qilsam, darhol Allohning jazosi kelmagan bo'lsa, Alloh meni afv qilib o'tgan o'xshaydi. Yo'q, Alloh unutib o'xshaydi deb g'aflat tushmaydi. Allohning mehribonligidan, Allohning bizning gunohimizni yopganligidan mag'rurlanmaydi. Chunki Alloh taolo zolimga muhlat berdi. Vaqt kelib qolsa, hargiz uni bosh qo'ymaydi. Özümüz zulüm qilmaylik. Bundan ikkinchi masala pokizlanaylik. Tozalik qilaylik. Nafsimizning tozaligini qilaylik. Uchinchi masala yana bu yuqorida ta'kidlaydigan nafs poklash. Qalbni poklash masalasi. Bu qalbimizga nachar illat bo'lgan bo'lsa, nachar axloq bo'lgan bo'lsa, tutib o'taylik. Mesela hasadxo'rlik dedi, yolg'onchilik dedi, adovat dedi, o'chmanlik dedi bir musulmonga nisbatan bunday nachar illat bo'lgan bo'lsa buni yig'ishtiraylik. Ibodat sal qaraydigan bo'lsak, o'zimizni jonlantiraylik. O'zimiz taqvolik ruhini yetishtirishga kirishaylik. Chunki Ramazon muttaqilar uchun bir majlis. Ya'ni taqvo insonlarning bir maktab. Ya'ni taqvolikni yetishtiradigan bir maktab. Ramazonning asli maqsadi shu. Ramazonning maqsadi raqib ki to'xtalamiz. Ramazon tutib turib yolg'on gap qilsa, Ramazon tutib turib yolg'on guvohlik bersa, Ramazon tutib turib hasadxo'rlik, o'chmanlik, adovat degan o'xshash bir musulmon nisbatan bu xil nachar illatlarni qutulolmasak, biz tutgan bu roza o'zimizni qiynashdan boshqa narsa emas bo'lgan. Ya'ni qimmat olmay qoldi. Chunki payg'ambarimiz mallam yada qavla zur val amal dedi. Bir adam yolg'on gapni tashlab, roza tutdi lekin yolg'on gap tashladi. Yolg'on gap bilan jonzotlik qilish tashlamagan bo'lsa, bu odamning roza tutqining hech qanday foydasi yo'q. O'zini avor qilgan bir odam. To'rtinchi masala musulmon qarindoshlarimizga nisbatan va musulmonlarga zulm qilmagan insonlarga nisbatan qalbi ko'ksimiz keng bo'lsin. Qalbimiz sog'lom bo'lsin. Bir insonning qalbining sog'lom bo'lishi nima degan buyuk ne'mat ekanmiz. Qalbi sog'lom odam, ya'ni boshqalarga hasad qilmaydigan, adovat tutmaydigan, bakar boshqalarni yomon ko'rmaydigan deydi. Bir odam kecha uxlasini bir rohat bilan uxlay oladi. Kunduzini rohat bilan o'tkazadi. Kallasi xotirjam yashaydi. Ramazon kirgan vaqtida faqat Ramazonning ne'matlaridan, barakatlaridan foydalanishni butun vaqtini, butun zehnini ajratadi. Chunki uning kallada bizga hasad yo'q, uning kallada bizga ziyonkashlik qilsam deydigan shu, uning kallasida boshqalarga adovat tutsam deydigan kallasi mashg'ul qilish qanday illat yo'q. Buni qalbi ko'z kamar bo'ladi. Bir odam payg'ambarimiz so'rab, qanday odamni eng isli odam deymizsa, payg'ambarimiz javob berib, qalbi pok, chilaroschilik. Qalbi pok degan hasaddan pok, o'chmanlikdan pok, yolg'onchilikdan pok, qanchilikdan pok va nachar illatdan pok. Bir odamga bir ne'mat kelib qolsa, hajab oshini kelib ketdi demaydi. Bir odam bir yaxshilik kelsa, hajab oshini bo'lib ketdi demaydi. Bir musulmon qardoshi bir mansabga erishgan bo'lsa, yoki bir unvonga erishgan bo'lsa deydi, yoki mol dunyoga erishgan bo'lsa, hajab kelib ketdi demaydi. Qalbi ko'z kamar. Bu eng yaxshi odam. Chunki bu odamning armog'i vaqtidami rohat qilyapti. Boshqalarga keng qo'tarlik bilan muomala qiladi. Ramazonga mana mushta tayyorlik qilamiz.
Biz bilan uzoqlashib qolgan, biz bilan deshib qolgan hammani supurib tashlab. Bu eng cho'ng bir fursat. O'zimiz tushunadigan, o'zimizni tozlaydigan eng cho'ng bir fursatdir. Beshinchisi tilimizningki pokligiga diqqat qilaylik. Masalan, g'iybat qilishdan saqlanaylik. Suxanchilik qilishdan saqlanaylik. Gap to'shib boshqalarning orasiga ziddiyat solishdan, yoki og'zimizdan sachiq gaplarni qilishdan, yoki og'zimizdan gazab so'zlarni qilishdan saqlanaylik. Bir odam Imom Shofiy so'rab, "Falon aql siz to'g'risi yomon gap qilyotdi" deb gapni ko'tarib kelgan vaqtda Imom Shofiy deb, "Agar seninki aytgan gaping rost bo'lib qolsa, sen suxanchi edi. Gap to'shganliging uchun suxanchi. Agar sen aytgan gap yolg'on gap bo'lib qolsa, yolg'on gap paydo qilganlik uchun sen fosiqsan." Demak, gap to'shish ikki xil ishdan istiqolamiz. Rostchilik bo'lib qolsa, suxanchi kiradi, gap to'shish. Ash gap rost bo'lsa, agar u gap yolg'on bo'lib qolsa, gap to'shgandan fosiq bo'ladi. Tilimizga obdan ega bo'laylik. Gapni dedim deb davamaylik. Har bir og'iz gapni hisobot bor. Har bir og'iz gap daftarga Allohning daftariga yozilgan. 6-chi masala, yoki 6-chi nasihat Qur'on ko'ngil bilan. Ramazon oyi Qur'on oyidir. Ramazon kirsa boshqa vaqt Qur'on o'qiganmagan musulmonlar Qur'on o'qiydi. Boshqa vaqtda bir bet o'qigan bo'lsa, Ramazon oyida ko'proq o'qiydi. Demak, musulmonlar Ramazon oyida Qur'onga yuzlanadi. Biz Qur'on anglashga ahamiyat beraylik, o'qishga bakrak ahamiyat beraylik. O'qishni o'rganaylik. Boshdan tortib oxirigacha bir tugutishni o'rganaylik. Ramazon bir fursat. Boshqa vaqtda 2 bet, 3 bet o'qigan bo'lsa, bu Ramazon kunligi bir par vazifa qilib, ilgari o'qimaydigan bo'lsa, 30 kunda tugutishni bir qaror qilaylik. Agar har kuni o'qib kelganlarimiz bo'lsa, aramizda bir pardan, uni 2 parga chiqaraylik. 2 par o'qib kelganimiz bo'lsa, 3 parga chiqaraylik. Bir jadvalimiz olsun. Manchilik vaqtida bu tugutaman deydigan, kunliga manchilik o'qiyman deydigan bizda bir xarit olsun. Bu Qur'onni vaqtimiz bakachaqda o'qiydigan ishimiz. Bizning hayot xaritimiz, yo'l xaritimiz. Televizorni ko'rib bo'lib, kino filmni ko'rib bo'lib o'qiydigan narsamiz. Hammaning oldida birinchi o'rinda qo'yib turib, ahamiyat beradigan eng muhim hayat qanunimiz. 7-chi nasihat namoz ahamiyat berish. Namoz islomningki eng muhim farz. Bu hammamizga. Şu an bu vaqtda Ramazon oyida ba'zilar namoz o'qimaydigan bo'lsa, yoki bir vaqt o'qib, 4 vaqt namoz o'qimaydigan bo'lsa, bu namozni boshlab olishdan eng yaxshi ko'rsatadi. Hem bugün cemaatler namaz o'qish fursati bo'lmasimi, lekin uyni jamoatga aylantirib, ayoli bilan, balchaqlar bilan jamoat shaklida o'qitishimiz bir fursat. Şu her vaqt namazga obdan ahamiyat berish lazım. 8-si duoni ko'p qilish. Va Alloh bilan bo'lgan munosabat yaxshilash uchun zikr tasbihlarni ko'p qilib turish. Tilimiz davomli Allohni zikr qilib tursin. Yo'lda ketyapmiz zikr qilaylik. Biroz orib o'tadiq zikr qilaylik. Biroz ish qilg'ish qalbimizda o'ylab zikr qilaylik. Bu zikr aytmoq ta'sirsiz. Subhanalloh deymiz, elhamdülillah deymiz. So'zchilik bek yengil, lekin Allohning mezonida buning savobi yomon katta. Sen o'zimiz duo qilish bilan birlikdami? Ballarning duoni o'taylik. O'zimiz qilaylik duoni. Ballarimiz qilaydi, millatimiz qilaydi, xalqimiz qilaydi, dinimiz qilaydi, musulmonlar qilaydi va jinoyat sodir qilmagan insonlarning manfaati duo qilaylik. Ham ballarda bu xil ruhni duo qildigan, uydan chiqqanda kirgan vaqtida, tamoq yegan vaqtida, aldaganida bu duo bilan qurollandirish onini yetishtiraylik. Bu odam ruhiy xotirjamlik shakllanadi. Dua insondagi ishtiranish
hayotidan, ya rizqidan, ya ecildan ensirish tuyg'usi yo'qdir. Ruhiy xotirjamlik ato qilgan bir ne'mat. 9-inchisi, biz Ramazon tutayotgan vaqtida boshqalarni bir o'ylab qo'yaylik. Allah hamma musulmonni Ramazon oxir tutqini nasib etsin. Qiyinchilik o'qat osonlik emas. Bu Ramazon oyida boshqalarni o'ylaydi deganimiz, albatta bizningki etigarlik, sog'liqimiz, kashta, iftorligimiz bor inshaalloh hammamizning. Lekin ba'zilarni yo'q bo'lishi mumkin. Shuna buni fursat beraylik. Yem-kishmek qilinib qolgan ba'zi ehtiyoji bor qarindoshlar bo'lishi mumkin. Agar bu kasal olmagan bo'lsa, ko'pinchimiz uylarimizga yoki oshxonalarga iftorlik qilgan bo'ladi. Yoki iftorlikni ochgan bo'ladi. Bu fursatni yana o'tkazib o'tmang. Iftorlikni beraylik. Uyimiz kirish shart emas iftorlik berishchi. Yoki biz boshlig'iga yer berish shart emas. Biz iftorlikqa atagan pulni, masalan, Ramazon bo'lib qolsa, 5 kun iftorlik beraman deydi, masalan, 5 qatim. Qaraz qil. Yoki 2 qatim mehmon chaqirman dedi. Yoki bir yig'ib to'y oshxonaga bir qatim mehmon chaqirib olmaymiz. Buni kallimizda o'ylab qo'ygan bir pul bor, normal. İmkoniyatimiz bo'lib qolsalar, narsalar kallimizda o'ylagan bir pul. Buni qilaylik. Buni yana shu qiyinchilik avvaliga qalay? İftorlikni tashlab qo'ymay. İjarasini to'lovlar o'yini. Bir faturatini to'lovlar. Bir savobni qilib o'tib, savobni azaytib qo'ysak bo'lmaydi. Balki savobni oshirib qo'ysak bo'ladi. Shunga bu iftor qildirishdan iborat go'zal fazilatni bu yil adam chaqog'ilmaydi degan banoga to'xtab qo'ymay. Balki buni sonini oshiraydi. Burun 5 kun men chaqirib olgan bo'lsak, bu yil imkoniyat bo'lsa, 10 kun chaqirishdan keyin badalini chiqim qilish, sarf qilish bilan yanalar u savob berishamiz. Chunki boshqalarni chaqirishdan maqsad riyo maqsad emasdi. Ko'z qilish maqsad emasdi. Bir savob elib olman deydigan bir maqsad bor. Allohning ajriga erishman deydigan maqsad bor. Bu maqsad yana erishgani bo'lgan bo'lsa, yana ham erishgani bo'ladi. Payg'ambarimiz qarsak, Payg'ambarimiz boshqalar qaragan chaqda Ramazon baksax bo'lib ketadi. Bu bir fazilat. Payg'ambarimizning axloqi. Biz bu payg'ambarimizning axloqidan o'rganaylik. 10-vasiyat bu tamakiga qartildi. Bu Ramazon tamakidan iborat bu nachar odat tashlash uchun eng yaxshi bir fursat. Dunyoda yo'q jamiyatda tamak chekadigan musulmonlar ba'mudsiz bor. Bu Ramazon oyi tamakidan iborat ofatdan qutulishning eng yaxshi tarzi. Shu hozirdan tart bu ofatdan qutulishga bir iroda bor. Allohning rizoligi uchun tashlashga bir iroda bor. Salomatligingizni asrash uchun bir iroda bor. İzzat obro'ngizni pok tutish uchun iroda bor. Hem Allah Teala'dır bu ofatdan qutulish uchun madaddan yordam. Mana hozir dal buni vaqt. Hech bo'lmasa sonini azaytib tadrij qutulishdan bir payt. Chunki biz tamakidan qutulsak, bunga Alloh taolo o'ylamagan bir ne'matdir. Payg'ambarimiz hadis sharifda aytdi: "Innaka la tad'a shay'an." Sen Allohning roziligida bir ishni tashlagan bo'lsang, Allohning roziligida bir ishni qilmagan bo'lsang, Alloh taolo uningdan yaxshisini berdi. Biz Allohning roziligida bir yomon ishni tashlagan bo'lsak, nafsimizdan voz kechib, Alloh taolo uningdan yaxshisini berdi. 11-vasiyat qarindoshlar, ishlarimizni rastgele olaylik. Ramazon ichida qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni rastga solaylik. Qilmoqchi bo'lgan nishonimizni aniq belgilaylik. Masalan, biz Ramazonda nima ish qilmoqchi? Ertaga so'rliq deb kechda iftor qilib ishimiz tutdimi? Bu normal bir hayotimiz. Faqat tamoqda ertagamiz kechib turdi. Uningdan boshqa nishon yo'q. Bir nishon beklaydi. Masalan, kunda 1 soat Qur'on o'qish, hozir. 1 soat islom to'g'risida kitob o'qish, o'qiganmagan bo'lsak o'rganaylik kitobni. 1 soat kim? Bizning milliy tariximiz, turk tarixi deganga o'xshash o'zimizning tarixini tushunish uchun uning bir vaqt ajrataylik. Az degan vaqt 3 soat.
Bir saat Kur'an'a, bir saat dinimizni tushunishga, bir saat tariximizni, kimligimizni tushunishga vaqt ajratmaydi. Uningdan boshqa vaqtimi yana dunyo xabarini bilishga, dunyo nima ishlar bo'ladi, uningdan xabardor bo'lish vaqti yana osham bo'lsa oshadi. Çünkü 5 saat bir kitap o'qish kerak. O'zimizni zo'lab ko'ndiraylik. Kitap o'qimabdikanman, ko'nmabdikanman demay. Dinimiz bizni o'qu dedi. Dinimiz o'qu davası yo'qman, ko'nmabdikanman, qilmabdikanman desak, to'g'ri o'ylanda o'ylab topamiz. Birinchi qatim tushgan oyat bizni o'qu deb tushgan bo'lsa, qaramiz. Yo'q bizdan kitob o'qimabdikanman, o'qiyolmaysan desak, Qur'on o'qiyolmagan bo'lsak, o'rganaylik o'qishni. Kitob o'qish odatlanmagan bo'lsak, mush fursat odatlanaylik. Bu bir yaxshi bir fursat. Uning ko'pincha vaqtida hozir uyga solinib qolyapmiz. Bu fursatda obdan foydalanaylik. Emin kendi qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz raqsiraydi. Masalan, soat manchadan manchaga aramalini, manchadan manchaga Qur'on o'qiyman, manchadan manchaga falon kitobni o'qiyman, emin kendi dukkandan shu olsa uni qilman, emin kendi yoziqchilik olsa uni qilman degan o'y ishimni raqsiraydi. Degan qo'pqal nima ish qilishni bilmay, bu uyda cho'g'layversa, zirqib qolamiz. Ramazan'daki ahmetini, kıymetini tüvelletiriz. Zirkişlik hiski sakınmayız. Zirkişlik hiskınmaz için işlerimizi red kısalayız. Mesela, kişi bir adam ibadet ölen kılyamı dedi. Eski kişi de uklaş en paylı. Bak kişi de ukladı. Diğer namaz bandat degen bir 2 saat Kur'an gazirattı. Yani birer saat kitabı okuş gazirattı. Yani birer saat bir kitap okuşkadır. Yani birer saat ballarınınki derslerini tanışıp koydu, onun yardım verdi. Bu onda ötküzülgen vaxtıda bu hayat mənlik ötür. Bu vaxtda zirkiş ahval yüz vermiyor. Şuna kaç vaxtımız internetten aldı da kino filmlerini aldı da ötküzüyor sakınlayın. Ama Ramazan'ın ruhine, Ramazan'ın kıymetine özümüz bir kağıt taşlayın. O şekilde nasihat burun uxlash. Ramazan bo'lsin, hozir ham sirq chiqmagan bo'lsaqmi, kesil uxlashga odatlanaylik. Uyquning joyida bo'lishi salomatligimiz uchun foydali. Badanimizning jonliq qo'pishi uchun foydali. Chunki insonning badani kechada ormog'a vaqtida oldigan qushlar bilan kunduzlik uyquda oldigan qushniki albatta bir farq. Shu burun uxlab bir ko'naylik. Namoz bandatda ilgari o'g'inib bir odatlanaylik. Kişide bazı vaktlarda uygunup Allah'la bir münazat qilib bakayım bir saat 10-15 minut mesela. Qanchilgan yaşlar var aramızda ya cemiyette. Kişinin ne bilen ötküzdü ya internet bilen ötküzdü ya oyan bilen ötküzdü ya ki televizyon kanallarını ötkeşiyle ötküzdü. Etken namaz bandat var. O yok yap boğan. Demiş kalsın namaz bandat yakın uflap kaldı. Demek bunda galet düzgün kalsa rozğuna savab yo'qolib ketadi. Enin kendi namaz bandatını uqtirib qalsak, ya vaqt o'tkazib etsek, mayli Ramazan bo'lsin, boshqa vaqt bo'lib qolsin. Eng og'ir xatolikqa qadam qo'ygan bo'lamiz. Onun uchun nasihat kang qo'saq bo'lish. Afuvchan bo'lish boshqalarga. Bular bizga zulm qilgan bo'lsa, yoki birisi bir adolatsizlik qilgan bo'lsa, dushman boshqa. Kafir dushman boshqa o'zlarda bo'lish. Ama bir öz aramızda birisi bir adaletsizlik oldu değil, ya bir gap sözde kopal ketdi değil, ya bir söz takallışıp kaldı değil. Muşundaq bir holat yuz bergan bo'lsa, bir afuvchan bo'lish, kang qo'saq bo'lish, bo'ladi deb o'tish, o'tib ketgan salovat deb yangidan yangi bir etishga tirishing. Ma Ramazon kelgan vaqtida, yangi Ramazon keldi mana, buningga qalbimizda bir musulmon qarta zarrachilik yo'g'onchilik qildigan, yoki adolat tutadigan, yoki hasad qildigan degan qo'shib bu nachar odatlardan tamoman tozlanib, poklanib kerak. Bizda mushu 14 turlik tayyorlik bo'lsa, u vaqtda eminkendan Ramazondan iborat bu muborak limonni joyida kutib oladi. Agar bu tayyorliklarning ba'zi bo'lib, ba'zi bo'lmasa, shuni loyiq tutamiz. Agar bularning ko'pimiz bo'lmay qolsa, bichara holatda qolamiz. Allohimizni muborak Ramazonga joy tayyorlik qilgan va uningdan joyida foydalanishni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.